Kecha bir shifokor telefon qilib, mendan kalsiyimiz haqida ma'lumot so'radilar, annotatsiyasini jo'natib qo'ydim va birinchi bergan savollari kalsiy karbonat kalsiy emasmi, koralloviy kalsiy emasmi deb so'radilar. Men aytdim, yo'q, karbonat ham emas, bu koralloviy ham emas, bu chista titrat kalsiy dedim. Juda ham xursand bo'ldilar, chunki titrat kalsiy eng tez va eng xavfsiz kalsiylar, tez so'riladigan va eng xavfsiz kalsiylardan bittasi. Annotatsiyasini tashladim, o'qib chiqdilar. Buni tarkibida qizlar, bizlarning kalsiyimiz 1 yilda 1 marta ichiladi. Tarkibida vitamin D3 уже dozasi o'zi qo'yilgan. Siz отдельно vitamin D3 olib ichmaysiz. Tarkibida magniy bor, tarkibida K bor. Mana shu kalsiy triaktiv deb bekorga aytilmagan va so'rilishi juda ham oson, eng xavfsiz kalsiy. Mana shu darajada sifatli premium sifatli kalsiyni ichasizlar. Qizlar, kalsiy ichganda avval borib kalsiyni tekshirtirasiz. Kalsiy kam chiqqandan keyin shifokoringiz sizga kalsiy ichish kerak degandan keyin olib ichasiz. Ko'pchilik o'zboshimchalik qilib ichadi va shifokorlar aytishi bo'yicha ko'pchilik ayollar kalsiyni назначениесiz ichib yurgan va eng yomon kalsiyni ichgan, karbonat kalsiyni ichgan. Bu umuman so'rilmaydigan kalsiy, so'rilsa ham juda ham qiyinchilik bilan uni limon ekstrakti bilan ichib, so'rilishiga yordam berish kerak dedilar. Mana shunaqa kalsiylarni ichib, yillar davomida 5 yil, 6 yil kalsiy ichib yurgan, o'zboshimchalik qilib va eng sifatsiz karbonat kalsiy ichgani uchun o't pufagida tosh, buyrakda bu tosh, hamma yoqda o'zida tosh chiqyapti dedilar. Shuning uchun qizlarjonlar faqat titrat kalsiyni tanlanglar. Hech qachon karbonat kalsiy tanlamanglar.